shogirdlarga keladigan bo'lsak, men hozir fursatdan foydalanib gapirmoqchiman. Haqiqatda shogird bo'lib ishamiz, shu sohani egallaymiz deydigan juda ko'p odam bor-da, lekin ularda mehnatkashlik yo'q. Ishoning, umrida kitob o'qimagan. Bizani ishimiz matn bilan bog'liq bo'lgandan keyin ular kitobni suv qilib ichib olish kerak. Hattoki tayyorlanib kel desangiz ham tayyorlanib kelmaydi-da, keyin sizni yomon ko'rib qoladi. Yo, bular shundoq talantli bilmadi, meni qadrimga yetmadi. Mehnat qilishni xohlamayapti. Shunaqa. Uy vazifasini qilmaydi. To'g'risida hozir fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, agar haqiqatda dublajga qiziqayotgan bo'lsanglar, uni oldin shu jarayonga kelgungacha bo'lgan jarayoni bor. Ya'ni, to'g'rimi? Mustaqil o'rganish kerak, mustaqil eshitish kerak, mustaqil uchun tayyorlanib kelish kerak. Bo'lmasa sizlar bilan har kuni vaqt ajratib o'tiradigan, hattoki men shogird chiqarsam ham uni iloji yo'q. Hozir uni ustiga undan ham qiyin. Tezlik davri bo'lgandan keyin hozir uning iloji yo'q. Shuning uchun odam o'zi mustaqil tayyorlanib kelish kerak-da. Shuning uchun siz gapingizda jon bor, haqiqatda siz hech kimni qila olmaysiz. Lekin haqiqatda agar o'zida bo'lsa, 1-2 marta Anvarga o'xshagan qattiq qo'l, menga o'xshagan bir qattiq qo'liga tushib qolsa, mayli 1-2 marta titraydi. Lekin baribir ko'nikish boshlanadi-da, tortib ketadi. Agar o'zida bo'lsa, bo'lmasa foydasi yo'q. O'zida bo'lish uchun nima bo'lish kerak, Jahongir? O'sha men aytgan narsa bo'lish kerak-da, tushunasizmi? O'zida bo'lish uchun ozgina bo'lsa ham ungacha tayyorgarlik bo'lish kerak. Yo'q, ungacha bo'lgandan tashqari ozgina bo'lsa ham mayli bir tomondan bo'ladi, Xudo yuqtirgan joyi bo'ladi, o'zi tegi Xudo yuqtirgan joyi bo'ladi yoki texnический deylik, texnический tomonlari ham bor-da buni. Mehnatkashlik-da u. Ha, shu texnический, ham oson ham qiyin-da ishimiz. Ko'rinishidan oson, lekin tegi qiyin. Ham oson ham qiyin, ishni birdaniga ushlab ketish, birdaniga shu narsani qilib boraman deyish oson, juda. Lekin shuni ichiga kirgandan keyin nechtasi bor-da, eslaysizmi, kirgandan keyin daqib qo'lini ko'tarib chiqib ketganlari bor. Men zo'rman deganlarim daqib qo'lini chiqib ko'tarib chiqib ketganlari bor. Haligacha shu, bizga ham ovoz beraylik, ovozimiz zo'r. Nima valyutchimi, kim bu? Bilmayman. Personaj. Yo'q. Shunaqalar ko'p-da. Boraman, men ovoz berib tashlayman deydi. Siz yaxshi ovoz berib yuribsiz, aka deyman-ki. O'shanga o'xshab baribir to'g'ri aytyapsizlar. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bizada ilgari, masalan, o'zingizlar ham kelayotgan, hali aytdim, bekorga aytmadim. Nimaga sizlarda o'sha? Birinchidan kuzatuv zo'r bo'lgan, o'zingizni kumirlaringiz ko'p bo'lgan. To'g'rimi? Ikkinchidan hali kitobni doim o'qib yurgansizlar-da. Hozir hattoki shu yo'nalishda aktyorskiyda o'qiyotgan bolalar kitob o'qimaydi, ishoninglar. Hali ham o'qiymiz, bizga kerak bo'lsa. Yo'q, o'sha kitob o'qimasa u qanaqa bo'ladi? Kitob o'qimasdan nima deydi? Eng qurolimiz shu-ku bizani o'zi. Shunaqa hozir kerak bo'lsa, o'qib turib, keyingi matnni o'qib olish kerak. Dialog ketayotgan yo'q, personajni ham kuzatyapsiz. O'qib turib, tegdi gapni ham o'qishga majbur turib. Til tepani o'qish kerak, ko'z pastni o'qish kerak. Shunaqada, adashmaslik uchun. Chunki men o'zim talabchan, anaqa oddiy narsalar adashma deyman, holat chiqarmagan holda. Lekin o'zim ham ba'zida o'tirib qolsam mikrofonga o'zi talab qiladi, o'zi qila olmaydi, bo'lmasin deb o'zim ham harakat qilaman, biladi Nargiz. Men o'zim kuzatib o'tiraman. Даже keyingi mana bu Nargiz o'qiyapti masalan. Meni gapim kelayotganda men qarab o'tiraman gapimni. Hozir gapiraman. Hozirgilar bor telefon tutib o'tiradi. Joyim kelsa aytaveradi, o'qiyman deydi. Avvalambor bu ham kam, hozir bitta bo'lib ketgan mikrofonga o'tirib, lekin hali holat eslatganingizga bir nima qilmoqchiman-da. Mana Inobat degan shogirdingizki bir kun oldin aytib qo'ydi. Qiz olib kiraman mabodo bu. Kirdi 4 ta mikrofonga 5 ta odam o'tirishdi. Nargiz kelib bitta mikrofonga o'tirdi. O'rtada nima deydi? Ayibsiz urushib ham qo'ydim bularni. Nima shunaqa desam, bitta quloq ekan. U kinoning og'zini eshitmas qatdan gapiradi. Desam, aytgansiz dedim. Chunki bitta mikrofon bitta quloq turibdi endi. Aytayotganim o'sha qiz, Inobat degan qiz hozir o'sha tarixiy bir qismida ishtirok etdi-da, o'tirganda o'sha yerda 5 ta odam bo'lsa, 3 tasi metrda, bugungi kunda dublyaj eng aktual aktyorlar o'tiribdi. Shular orasida ishladi. Bunaqa nasib qiladimi, yo'qmi? Gap eshitib, qaysar qattiq rejissyorga kirib bu alohida tema, to'g'ri. Lekin u bunda bo'layotgan sharoit ham alohida tema-da. Buni ham eslab yuradi ertaga. Bosh kelganda, "Mana o'tirib, Nargiz opam bilan o'tirib ishlaganman" deyishi mumkin. Yo, hozir o'zi Inobat yulduzi bo'lib ketdi o'sha. Eshitsan, Inobat. Yaxshi eslatdingiz. Ertaga serialga chaqirish qizni.